شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli kardeşler, biz ilgirki derslerimizde Sure Fatiha'dan Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in degan ayetlerini, 5 ayetni tushunib, tafsirini o'qib o'tgandik. Endi bugun Allohning fazli marhamati bilan o'qiydigan oyatimiz Sure Fatihaninki 6 va 7 oyati. Ya'ni ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin degan mazmunlari. İlgirki ayetlerge göre bu ayetning o'tirdagi munosabati nima? Chunki tarjima jihatda biz jami hamdu sana madhiya olamlarning Robbi bo'lgan Allohga xosdir. Allah nihayat shafqatlik va mehribondir. Din kunisining, qiyomat kunisining egisidir. Biz sana ibodat qilamiz va sendilla yordam talab qilamiz deb bo'lgandan keyin xolis duoga o'tdi. Ya'ni ihdinas siratal mustaqim, bizni to'g'ri yo'lga boshlaslar. O'zlari in'om qilgan kishilarning yo'lga boshlaslarki, g'azab qilganlarning yoki ozg'anlarning emas deb ma oyat bevosita ilgirki oyatlarda oyatning birinchi qismida xuddi haliqi oldingi bir darsda deganimizdek xolis Allohga oid mazmunlar. Alhamdulillahi Robbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yevmiddin. Lekin o'ttir mazmunda yerimi Allohga, yerimi bandaga oid mazmun. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in degan mazmun. Endi ihdinas siratal mustaqim kelgan vaqtda xolis bandaga oid mazmun. Ya'ni xolis banda o'zi uchun Allohdan bir narsalarni talab qilayotgan mazmun deb 3 ga ayrilgan. Bu mazmunning shu mazmunlar bilan o'tirdiki munosabati nima? Bu nuqtaga qarab boqaylik. Abdur bu oyatning ilgirki oyatlar bilan bo'lgan munosabati va tushunchasi haqida so'z boshlab davatudi. Siz Alloh subhanahu va taolani iloh Rabb deb iymon aytib bo'lgandan keyin, ya'ni alhamdulillah degani men Allohni iloh deb e'tiqod qilaman, iloh deb e'tirof qilaman, shu nuqtadan Allohga hamd aytaman degan bo'ladi. Robbil alamin degani Allohni Robbim deb e'tirof qilaman degan bo'ladi. Bunaq bo'lgandan keyin, ya'ni Allohning uluhiyat ilahlık atasını köz aldığımızı keltirip, Rablık, perverdigarlık nimetlerini köz aldığımızı keltirip, Allah'nınki öz halkıga boğan rahmet molcılıklarını biz köz aldığımızı keltirip boğan degeni. Ar-Rahman-Rahim degeni Allah'ın rahmet molcılığı bizge nispeten. Bunun hakkında Allah'ın bizge qilgan rahmetleri qaysi noktalardan bizge rahmet kılıdı, qaysi noktalardan bizge mehr şefkat kılıdı, bunu hemen sözlep öttük. Bu noktalarını köz aldığımızı bir-birlep keltirip boğan degen ve şu noktalarını keltirip bulup durup andaki en ahırkı bizden bir ilanımız var. La ilahe illallah diye ilan kıldık şu ayette. Yani İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in degenimiz la ilahe illallah degen buludu. Sana ibadet kılımen, sendilla yardım talep kılımen degeni, menin senden başka ilahim yok degen buludu. Yani la ilahe illallah degen buludu. Biz şu noktalardan öttük hazır. Şu noktalardan öttük. Şu noktadan ötüp boğandan keyin İyyâke na'budu degen sözünüz sizning ibadet Allah'la xas. Allah'a hiç nersini şerik keltirmeyimiz, Allah'la ibadet kılımız degen buludu. Siz yana Allah'tilla yardım talep kılımız deb ilan kıldınız siz İyyâke nesta'in'in gepinizden. Siz muşya kelgen vaqtida Allah'ның bendesiga aylandınız. Allah'ni to'liq itiraf qilib bo'ldingiz siz hamda.
Endi Allah meşekilge vaqtda sizni özgü alıdığan vaqt endi keldi. Çünkü siz Allah'ını tunup gelip itiraf kıldınız. Allah'ını ilah deb itiraf kıldınız elhamdülillah. Sizni yoqdan baqıgan, sizning bütün vücuditingizdan temin etken Rabbul Alamin deb itiraf kıldınız ve dünya ahiretdeki bütün ahvallarda sizge meşaqqat qildi deb itiraf kıldınız. Qiyomatdagi meselelerning sahibi deb itiraf kıldınız. Mushu ishlardan keyin bir qarorga keldingiz ki la ilaha illallah dediniz. Yani iyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in degani la ilaha illallah degan bo'ladi. Demek sizning qildiğiniz tugidi. Siz özünüzni Allah'a tapşırıp oldunuz. Sana ibadet kılımız. Sendinla yardım talep kılımız degani men sana ait ey Allah. Senden başka ülençkim yok, tayançım yok. Mana men özümni sana tapşadım. Dige yer keldiniz. Endi nöbet kim geldi? Allah geldi. Mesela Allah geldi. Allah sizge endi devatıdır ki anda olsa menden manda tile men sana birimen degen şekilde bizge dua öğütüp oturdu. Yani Allah sizge eşek eken vaqtida her mümin ümit qiladigan bir duani öğütüp oturdu. Siz madam Allah'ın bendisi bo'lgan ekansiz, Allah subhanahu va taala sizge icabet qiladi. Çünkü Allah özü öğütüp atgan dua o. Qur'onda bizge başta dua qil deb öğütüp atgan dua o. Her günü 5 vaqt namazlarında mushu dua bilan dua qil deb öğütüp atgan dua o. Tabii ki onu icabet qilishi aniq. Çünkü Allah başta dua qil dedi. Onu icabet qilmasligi Allah'ın ki duanı bizge ügetkenligiga qarshi qildi. Allah o'zi qilgan ishlarni so'ralmaydi, ammo Allah o'zining va'dasiga xiloflik qilmaydi. Chunki Qur'oni Karimda Allah da'vatida va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'vatad da'i iza da'ani. Oyatga ujibu da'vatad da'i iza da'ani degan Allah'ning bizga bergan va'dasi. Ya'ni menga har qanday odam duo qilsa, men uning duosini ijobat qilaman degan bo'ladi. Demak Allah bizga duo o'rgatdi. Hatto bu duoni o'zimiz tanlamadik. Allah ehdina siratal mustaqim deb duo qil deb o'rgatdi bizga. Biz qildik, Allah uni ijobat qiladi inshaalloh. Mu'min abad mengü asla dünya tilemeydi. Nimishqa? Çünkü insonga bo'lgan haqiqiy hayot, insonning haqiqiy hayoti oxiratda. Oxiratda mengülük hayot bo'ladi. Siz onundan, o sizden ayrılmaydigan mengülük nimet oxiratda bo'ladi. Mu'min masalan Allohning ko'p mol berishini talab qilmaydi. Cho'ng imoratlarni berishini talab qilmaydi. Çünkü mu'min shuni biladi-ki, bu dünyadaki şeylerinin hemmisining vaqtliq yo'qoladiganligini biladi. Chunki odam o'ziga qaytadan zanzab o'ylab baqsa, ya 40 yoshga kirdi, ya 45 yoshga kirdi. Normal atrofdagi kishilarga qaraganda ya 15 yillik hayot qoldi, ya 20 yillik hayot qoldi. Dunyoda 30 yil, 40 yil hayotini yashadi. Normal yaşadı. 15-20 yıllık hayatı deyince şundaq yaşaydı. O qancha necha narsalarga erishsa, o qapqaradiganligini 10 yil, 15 yildan keyin bolalarni eslamasin bo'ldi. Chunki bolalarmi shu odamga o'xshash hayotda yaşaydı. Chunki bolalarni bu dunyoga kelgan Allah mu'min bu nuqtada kallasi azat. Shuningdek mu'min o'ziga dunyoda favqulodda katta narsalarni talab qilib ketmaydi. Lekin mu'minning tilaydigani nima desa, dozaqdan qutqizib jannatga oldiradigan narsa tilaydi. Bu mu'minning xarakteri. Yani Allah subhanahu va taolaning rahmati bizga nima tilishimizni Allah bizga o'rgatdi. Buning o'zini ham Allohga hamda etishimizni taqozo qiladi. Agar o'zing xalab tilaydigan bo'lsa, biz insonlik sifatimiz bilan foydali deb qaragan ba'zi ziyonlik narsalarni talab qilishimiz mumkin. Ziyonlik deb qaragan foydali narsalarni talab qilmasligimiz mumkin. Lekin Alloh bizga o'rgatdi. Hatto nimani tilashni o'rgatdi hatto. Allah mu'min tilaydigan tunji narsa o'zi to'g'ri yo'l, ya'ni hidoyat. Yani ihdinas siratal mustaqim. Yani bizning beş namazlarımızda okuyduğumuz sure Fatiha'daki mu'min Allah'tan tilaydigan tunji narsa siratal mustaqim, to'g'ri yo'l. Endi hidayet degan boshqalarning yetaklash ikki xil bo'ladi. Boshlab qo'yish hidoyati, rasmiy yordam hidoyati. Boshlab qo'yish hidoyati deganlik kishilarning hammasiga o'rtaq bo'ladi. Yordam hidoyati faqat Allohning manhajiga, yo'liga ergashgan mu'minlar bilan bo'ladi. Endi Alloh har bir bandalarini boshlab qo'yish shaklida hidoyat qiladi. Ya'ni ularni yaxshilik yo'llariga boshlab qo'ydi, Qur'oni Karimda bayon qilib qo'ydi, hadislarda bayon qilib qo'ydi. Masalan, qanday odam xolisa Allohning yaxshilik yo'llariga ergashadi. Ergashmaslikni xolisa Alloh uni o'z ustiga qo'yib qo'ydi. Bu boshlab qo'yish dalolat hidoyatiga ko'z qo'yish hidoyat. Buningda bizning boshqalarga
To'g'ri yo'llarni eskartib qo'yamiz, ana qilmani qilma deb. Payg'ambar alayhisalom boshqalarni to'g'ri yo'lga boshlab qo'ya oladi. Qur'on boshqa, ammo ma'una ko'z tutib qo'yish hidoyati. Mana bu umumiy hidoyat, bu Alloh subhanahu va taologa yetishning asosi bu. Alloh subhanahu va taolo o'zining manhijida qilma degan manhijida o'zini rozi qiladigan, o'zini g'azab qilmaydiganini qil yoki qilma, Allohni rozi qilgan narsalarni qil yoki Allohning g'azab qilgan narsalarni qilma degan manhijida Alloh bizga shuni bayon qilib, shuni izohlab berdiki, biz to'g'ri yo'l tepish uchun mangadigan to'g'ri hidoyatni bizga bayon qilib berdi. Agar biz mangsak, bizga Allohning g'azabi tushadigan yo'lni bayon qilib berdi. Lekin Allah to'g'ri yo'lni bayon qilib bergan har odam, Allohning to'g'ri yo'lini anglagan, ko'rgan har odam to'g'ri yo'lda mang'amdi? Tabiiyki la. Unda emas. Allah bayon qilib berdi, xoliganla mang'adi, xolimag'anla mangmaydi. Allohning yo'lini ko'rsatib boshlab qo'yishning o'zi bu ko'rsatib qo'yish hidoyati. Hidoyat ikki xil bo'ldi ya. Amma haqiqiy irshad shaklida, ma'una shakldagi hidoyat, ya'ni bizni haqiqiy yetaklaydigan hidoyat, u bizning qalbimizga bergan hidoyat bo'ladi. Qur'oni Karimda bir oyatlar bo'ladi. Va amma samud fahadaynahum. Alloh deydi, biz Samudni to'g'ri yo'lga boshladik. Boshlash hidoyat qilish. Bizning Uyg'ur tilidagi hidoyat qilish ma'nosiga boshlash emas. Ko'rsatdik to'g'ri yo'lni. To'g'ri yo'l ma'lum menlar dedik. Fastahabbul amal al-huda. Amma bular kufr yo'lni hidoyatga yaxshi ko'rdi. Demak, bu ozdi davodidir. Demak, bularga Alloh ko'rsatib qo'ygan, ammo hidoyatning ma'na shaklda, qalbiga hidoyat qilish shaklida hidoyat qilmagan. Demak, bu yerda Alloh uningga bergan ixtiyor qilan hidoyat yo'lini olmaydi Alloh. Agar Alloh xolis etdi, hammalarni hidoyatli kishilar qilib ta'laydi. Ashta bo'lib qolgan bo'lsa, Allah'ın xalqidan hech kim Allah'ın məşiyetidən çıxanmaydı. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala bizni ixtiyor qo'yilgan shaklda yaratdi. Nimishqa Allohga suyib, o'zimiz qiziqib kelishimiz uchun qanaqdir bizni itoatga majburiy yaratishning o'rnida. Ammo unda bo'lib qolsa malaikadan farqimiz bor bizningki. Agar bizni majburiy tug'ilishimizdan o'lgunga qadar ibodatlam qiladigan, Allohning to'g'ri yo'lidan chetlamaydigan, askilik qilmaydigan inson qilib yaratibsa, malaikadan farqimiz yo'q bizning vaqtida. Bir xil sistem bilan yaratibsa, hayvondan farqimiz yo'q. Bizni inson qilib yaratdi, malaika mu emas, hayvonlar mu emas. Bizga shu to'g'ri yo'l tanlashda ixtiyorlik berdi. Qilmadi ixtiyorlik berdi. Alloh ko'z tutib qo'ydi. Hidoyat dalolat shaklda. Bizni uni qabul qilish qilmasligimiz o'zimizning ixtiyorligi. Endi hidoyat yo'llariga ergashgan yoki ergashmagan Allohningki koinotdagi shar'iy maqsadiga xilof qilgan kishilarga nima yuz berdi? Allah to'g'ri yo'lni ko'rsatdi. Bir-birliklar ergashdi, bir-birliklar ergashmadi. Bularga nima yo'l demdi? Ergashganlar nima gelishdi, ergashmaganlar nima gelishdi? Allohning to'g'ri yo'liga ergashganlar, Alloh ko'rsatgan yo'lga ergashmaganlarga Alloh shu yo'lda menga yordam berdi. Ularni iymonni ularga suyumlik ko'rsatdi, taqvolikni ularga suyumlik ko'rsatdi, o'ziga itoat qilishni ularga suyumlik ko'rsatdi. Bu haqda Alloh Qur'oni Karimda vallazina tadaw to'g'ri yo'lni tanlagan kishilar. Diqqat qilinglar. Ya'ni to'g'ri yo'ldan mangan, Alloh ko'rsatgan to'g'ri yo'lni tanlagan kishilar, Alloh ularga hidoyatni taqimiz ziyoda qiladi, ularga taqvolik berib davatadi. Demak, avval inson tanlab bo'lgandan keyin Alloh uni taqimiz ziyoda qilib, taqimi kuchaytiradi. Ya'ni hidoyat yo'lini tanlagan har qanday insonga Alloh yordam beradi. Uni dindagi taqvolik, dindagi muhabbatni unga taqimiz ziyoda qiladi. Ammo hidoyat kelib Allohning manhijidan yiroqlishi buning qarshiligiga odamlar. Hidoyat uning qashiga keldi. Allah onunla ko'rsatdi, payg'ambarlar onunla ko'rsatdi, da'vat onunla yetdi. Da'vatni ko'rdi, demak dindoq nimaning to'g'ri, nimaning xatoligini bildi, lekin yiroqlashdi. Bu xildagi odamlar Alloh oldidan yuz o'riydi, ularni ozg'inligiga tashlaydi. Tamam, sen yo'lingda mangibsan, menga va deydi. Alloh Qur'oni Karimda deydi: "Va may ya'shu an zikrir rahman
nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Ne Allah'ın zikridan yüz örgen, Allah'ın yoldan yüz örgen, Allah'ın yolunu tanlamay, aksini tanlaganlarga şeytanni hamroh qilamiz. Biz uni tashlab o'tamiz degan gapim. Shaytonni hamroh qilamiz uningga. Shaytonga qo'yib o'tamiz degan gap uni. Shaytonning yemab ketadi, shaytonning oldiga aylanib ketadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bizga iymonga hidoyat qilinishdan mahrum qolgan kishilarni bayon qilib berdi. Bular 3 Qur'on bizga bayon qilib bergan usul bu. Ya'ni 3 oyatda hidoyatdan mahrum qolgan odamlarni bayon qildi. Birisi Sura Nahlninki 107-oyatida Zalika bi annahu mustahabbul hayatid dunya alal axirah. Ya'ni hayotud dunyoni oxiratdan yaxshi ko'rgan kishilar. Bu birinchi qismliq hidoyatdan ayrilib qolgan, hidoyatga boshlanmagan odamlar. İkincisi, zalika ya'ni Sura Maidaninki 108-oyatida zalika adna ayyatu bi shahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Degan oyatda bayon qilingan kishilar. Üçüncü qism kishilar Sura Baqaraning 258-oyatida alam tara ilallazi hajja İbrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulka iz qala İbrahim rabbiyallazi yuhyi ve yumit degan oyatda bayon qilingan İbrahim alayhisolamga qarshilik qilgan Namrud simvolidagi Namrud xarakterdagi kishilar. Demek Allah'ın imanға yetaklash hidoyatidan qo'llangan Allah kimlarsi? Kafirlar, fasiqlar, zolimlar. Birinchi oyatda kafirlarning sifati avu. Dunyo hayoti dunyoni oxiratga yaxshi. Ikkinchi Sura Maidaning 108-oyatidagi fasiqlarning sifati. Chunki o oyatning birinchi oyatning oxirisida va annalloha la yahdil qawmal kafirin deb bor. Sura Maidaning oxirisidagi oyatda vallohu la yahdil qawmal fasiqin deb bor. Üçüncü ayetki İbrahim Aleyhisselam'ınki düşman olan Nemrut simol kılıngan kişiler Allah vallahu la yahdil kavmez zalim. Demek muşu 3 ayetinin ahirdeki ennallaha la yahdil kavmel kafirin, ennallaha la yahdil kavmel fasikin, vallahu la yahdil kavmel fasikin, vallahu la yahdil kavmez zalimin degan bu 3 tipteki kişiler del Allah'ınki haqiqiy hidoyatga boshlab qo'yish, hidoyatga yordam qilish, yani hidoyatning ichida uni teximiz taqvoligini ziyoda qilish, hidoyatga bo'lgan, islomga bo'lgan muhabbatini ziyoda qilgan bu rahmatdan qo'g'langan kishilar bo'ladi. Demek biz gap nereden başlangan, ne geldik? Ehdinas sıratal mustaqimdagi hidoyat masalasi keldik. Bizni to'g'ri yo'lga boshlaslar degandagi to'g'ri yo'l bu. Yani qayta bir xulosa desam, to'g'ri yo'lga boshlash ikki xil bo'ladi. Birisi ko'rsatib qo'yish. Bu musulmon kafir hammaga ko'rsatildi. Mu'minga mi ko'rsatildi bu hidoyatning yo'li, kafirga mi ko'rsatildi. Lekin mu'min kafir tanlaydi o'zining yo'lini, ko'z oldida ko'rsatilgan yo'ldan yolunu tallaydı, yol seçiyordu yani. Talgan yoluga qarta, eğer iman yolunu tallasa, biz bayatın degandek Allah onunğa yordam berdi, imanni, taqvolikni texmiz ziyoda qiladi. Ama kufr yolunu tallasa, Allah onu şeytanga tashlaydi. O şeytanning oldiga aylanadi. Ahvol bu. Allah oldi bilan insonlarni o'rtaq shaklda bir hidoyatga boshlaydi. Andikin insonlar o'zining mavqesini tanlaydi. Ya kufrni tanlaydi, imanni tanlaydi. İmanını tanlaganlarning imoniga yordam beradi, kufrni tanlaganlarni shaytonga tashlab beradi. Ular kufrda texam haddidan eshib, texama chekdan oshadi. Demek kufrni tanlagan odamlarning kufrining kundan kunga eshib ketishi, imanni tanlaganlarning imonining kundan kunga kuchayib mangishining sababi bu. Bu hidoyat. Del biz mushu ihdinas siratal mustaqim Allah'tan hidoyatni talab qilyapmiz. Qaysi xil shakldagi hidoyat bo'lsa, ikkilisi bizga kerak. Allah bizga bayon qilib bersin. Ya'ni biz dinni tushuna oladigan bir holatga ehtiyojliq. Biz buni ko'rgandan keyin yana shu yo'lni tanlashda Allohdan yordam talab qilamizki, bizni shu yo'lda davom etsa, shu yo'lda texmo yo'llarimizni keng qilsa, bizni shu yo'lga muhabbatlik ko'rsatsa, shu yo'lni bizga muhabbatlik ko'rsatsa deb mana duo qilamiz. Yani bu surada Allah subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim deydi. Onda biz buyerdiki sirat degan nima desa maqsadga yetkazadigan yo'lni biz sirat deymiz, hamma o'ylanib bilamiz. Endi bu oyatning o'zida siratal mustaqim deb oxirgi mustaqimni qo'shib qo'yish nima uchun desa Allah subhanahu wa taala bizga o'zining manhajida to'g'ri yo'lni aniq qo'yib berdi. To'g'ri yo'l bo'lsa-mu, nishon etadigan eng qisqa yo'l. İki noktanın oturduğu en kısa yol olsun doğru yol. Şoňlaşqa sen bir orunni maqsad qilib maňsaň ma'lum bir şäher yoki ma'lum bir onuň barmakçy bolsaň, qanday qilib tanlaysa, sen maňdygan en qisqa yol dal uya bu ýaqa qeyip ketmeydigan, igilmeydigan doğru yol. Tüp
tüp-tüz yol tanlaysiz. Mesela biz bir yerga barmakçı, bir neçe yolu var. Bazı yollar tüp-tüz yol, bazı yollar eger bügür yol. Qaysi to'g'ri yo'l oldu, qaysi eng qisqa yo'l oldu, to'g'ri yo'l. Biz davatımızki dal to'g'ri yo'lni bizga tanlab. Biz bir necha vaqtimizni u yerda bir bilik hayotimizni bu yerda o'tkazmaylik. Udullam sizning yo'lda mangala nishonimizga yetilib bizdan boshqa yo'lga boshlasizlar. Tüp-tüz yo'lga boshlasizlar degan bo'ladi bu yerdagi siratal mustaqim. Hergiz o'ylamaslik kerakki, to'g'ri yo'ldan yiroqlashish, anda cho'ng agar bugurlikdan boshlanib o'ylamaslik kerak. Masalan, bunda bir ahvol bor. Ba'zi insonlar bor, to'g'ri yo'ldagilarga yaqin endi. Ularning ishlari to'g'ri yo'lda mangayotgan mu'minlarga yaqin. Ular xuddi hidoyatga yaqindek. Bularni biz o'zimizga yaqin ko'ramiz. Xuddi biz mangan yo'ldan ner mangallar, xilala yiroqda mangallar, andan keyin bu yo'ldan yiroqdikidek. Mavla yaqin. Bu to'g'ri yo'l, shu yo'lning ichidagilar to'g'ri yo'l. Shu yo'ldan bir santa u yo'llab qolsa, yana bir yo'l bir santa nari olib qolsa, u xato yo'l bo'ldi. Bu qanday gap, zamanda gap. Ya'ni balki kichikkina agar bugurliklarlam, kichikkina agar bugurliklarlam yiroqlashaveradigan gap. Lekin oxirda, lakin nav yantahi. Masalan, la tahsabanna, ya'ni sen o'ylamag'inki, to'g'ri yo'ldan yiroqlashish cho'ng agar bugurlikdan boshlanib o'ylama, balki kichik agar bugurlikdan boshlanadi. Oxirda cho'ng yiroqlik bilan oxirlashadi. Dastlab ishkelan bir yo'lda mangdiq. Biz bir do'stim bilan ishkelan bir yo'l tanladik. Men to'g'ri yo'lda ketyapman, Allohning fazli bilan. Do'stim to'g'ri yo'lda emas, lekin to'g'ri yo'lga yaqin yo'l. Bu hergiz menga yaqin deb o'ylama. Buning o'zi to'g'ri yo'lda emas. Chunki mushaddiki azroq bo'lsin yiroqlik, oxir bo'lganda cho'ng yiroqlikni keltiradi. Masalan, buning bir misolini biz misollar orqali tushunsak to'g'ri tushunamiz. Masalan, siz mush temir yo'l relisiga qarasangiz bo'ladi. Temir yo'l relisi poyezd stansiyasida necha 10 yo'llar var. Hammasi yaqin, mayolga yaqin, ikki poyezdning o'tirgan odam patmaydi. Ikki poyezdninki o'tirdiki, ikki yo'lning o'tirgan bir odam o'ri tura olmaydi. Shunchalik darajaga yaqin. Ya'ni poyezd stansiyasidan chiqqan vaqtda poyezd intayin yaqin chiqadi. Lekin oxirgi bekat nerede to'xtaydi? Shu yaqinlik bilan to'xtamda yo'q. Yaqin bir 20 metr, 1 metr ağırlık koyup ten qo'zg'algan poyezd birisi necha ming kilometr nariga, yana birisi necha ming kilometr nariga to'xtashi mumkin. Ayni bu yo'l shu. Gerçi yo'lga boshlangan vaqtida yaqindak boshlangan bilan ayni yo'lda olmagandan keyin bizning oxirgi yetib boradigan manzilimiz ikki bo'lib qoladi. Balkim birisimiz mashriqda, birisimiz mag'ribda bo'lib qolishimiz mumkin. Ana to'g'ri yo'lning g'ayri ashtavradi. Velav u to'g'ri yo'lning g'ayri to'g'ri yo'lga santimetrlik yaqin bo'lsa-mu, lekin to'g'ri yo'l olmaydi ekan, uning oxirgi yetib boradigan manzili chuqur to'g'ri yo'l boradigan manzildan boshqa manzil bo'ladi. Ya'ni Abdurrahmon degani bu yerda poyuz o'zi mangadigan yo'ldan boshqa bir yo'lda mangan vaqtida dastlabda cho'ng chetnab ketmaydi. Necha millimetr yoki necha metr masalan, necha metr mangadi. Masalan, bir poyuz o'zining yo'lda mangmay yana bir yo'lda mangsa, o'xshash-ku. Mesela ben poyuzga çıkmakçı yoki poyuz yo'lda mangish kerak. Lekin bu poyuz yana bir yo'lda mangib qolgan bo'lsa, ikki yo'l aynı yo'l ekan. O'sha o'tirib 1 metrdan farq bor. O'xshash gap-ku demaslik kerak. Chunki har qanday bir o'zgarish mush yo'ldagi eng kichik shakldagi o'zgarishmi mangan sira farqlar kengayadi, texmi kengayadi. Nihoyatda sen mangan yo'l, avvalgi yo'ldan necha 10 kilometr nerilab ketishi, necha 100 kilometr nerilab ketishi mumkin. Demak, har qanday bir chetnash, yo'ldan eg'ish, yo'ldan chiqib ketish qanchalik kichik bo'lsin, seni mustaqim yo'ldan cho'ng darajada yiroqlashtiradi. Shunga bizning qiladigan duoyimiz yo'lga boshlaslar emas, balki mustaqim yo'lga boshlaslar. Yani başdan tatib, beshidan tatib biz bir yo'lda mangishimiz kerak. Mustaqim yo'lda chatnigandan keyin lan, garchimda qarasak qishimizlar. Bilmayotgandek, bir mahallada yashayotimiz, o'xshash yashayotishga uning bilan mening cho'ng farqim yo'qdek. Ammo bizning yetib boradigan manzilimiz ikki manzil bo'lib qoladi. Ikkiga bo'lib qoladi. Yani agar bugurlik bo'lmagan, velav 1 santr bo'lsin agar bugurlik bo'lmagan to'g'ri yo'lga boshlasın degan bo'ladi duo. Yani bizni Allohning to'g'ri yo'ldan yiroqlashtiradigan bir qarshilik bo'lmagan to'g'ri yo'lga. Yani mana shu vaqtda biz mangishga tegishlik rilsga qo'ysil degan gap bo'ladi. Ikkinchi bir rilsga qo'yma. Ikki rilsning oraliqi 20 metr kelmaydi, juma.
Poyuz mağadigan 2 relisining araligi 1,5 metr kelmaydi, lekin A relisi bilan M relisining osmon zamin farqi bor. Chunki bu relisining boradigan manzili boshqa, u temir yo'l relisining boradigan manzili boshqa. To'g'ri yo'l ayni shunday narsa. To'g'ri yo'ldan chetlagan narsa to'g'ri yo'lga 1 metr yaqin bo'lgan taqdirda, qishimizda bo'lgan taqdirda biz bilan birga mengayotganda ko'ringan bilan boradigan manzili o'xshamaydi. Shunlashqa mu'min inson Alloh subhanahu va taoladan o'zining maqsadiga yetadigan eng qisqa yo'lga hidoyat qilishni talab qiladi. O'simi eng oxirgi g'oya nishoni nima desa, u o'simi oxiratdagi jannat va ne'mat. Bu oxirgi mu'minning nishoni. Shunlashqa biz davomli duolarimiz deymiz: "Ey Rob, bizni hidoyat qilsa, bizga yordam bersa, bizning to'g'ri yo'lda mengishimizga." Bu to'g'ri yo'l dal bizni jannatga yetkazadigan, uningda bizni jannatga yaqinlashtiradigan hech qanday bir agr-birlik bo'lmaydigan yo'l biz Allohdan talab qiladigan to'g'ri yo'l bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo hadis qudusiyda aytadi: "Bandam ihdinas siratal mustaqim" desa, biz qaysi kuni o'qigan bu hadis qudusiyni, ihdinas siratal mustaqim desa, Alloh deydiki, buni ma duo xolis bandamga oid. Hadisning beshidan kelsak, elhamdülillahi rabbil alamin deb hammasi Alloh uchun. Allah meni hamd etdi. Allah deydi ki Allah benden bana hamd etdi. Benden meni ulug'ladi. Shundami? İyyake na'budu ve iyyake nestaîn desa, men bilan bandamning o'tirdigini yerime bana ait, yerime bandamga ait. Yani ibadet bana ait, yardım talab qildi. Bu bandamga ait. Men bu yardım berman onu bandamga. Endi ihdinas siratal mustaqim kelgan vaqtda bu xolis bandiga ait mazmun. Shunga hada li'abdi. Mana mau bandamga ait ma duo. Velli abdi ma sa'al. Ne bendem soğunga erişidu. Bendemge soğunu bir mendeydi. Allah subhanahu ve taala ihdina sıratal mustaqim. Sıratallezine en'amte aleyhim de sıratallezine en'amte aleyhim dedi. En'amtının manası ne modese? Yani sen in'am qilgan kişilerin yolga başladı demesmi? Şunu öğretti bizge. Allah in'am qilgan kişiler kim o desek, yeni bir ayette Sure Nisa'nın 69. ayetinde Allah in'am qilgan kişilerini bizge deb beribdi. O olsunmu? "Ve men yuti'allaha ve rasulahu fe ulaika ma'allezina en'amallahu aleyhim." Allah in'am qilgan kişiler bilan birga bo'ladi deb bo'lib, bu Allah in'am qilgan kişiler minen nebiyyin peygamberler ve siddiqin siddiqlar ve şuhada şehitlar ve salihin deb Allah in'am qilgan kişilerini bularni bayon qildi Allah. Yani sen ayet kelimini okugan vaqtında Allah subhanahu wa ta'ala din üzerinin peygamberler olan, sıddıklar olan, şuhadalar olan, salihlar olan billi buluşunu tilegen bulursa. İhdinas sıratal mustaqim, sıratallezine en'amte aleyhim diye vaqtimizda, en'amte aleyhim diye vaqtimizda biz ne? Peygamberler olan billi qıslar, sıddıklar olan billi qıslar, şuhadalar olan billi qıslar diyen buludu bu yerdeki. Yani sen Allah subhanahu wa ta'ala din muşu yolunun özüde, yani seni muşu kişiler mangan yolunun özüde mangduruşunu talep kılırsa, demişka ulunun yolda manış arkalık ahiretde mi aşılı boğa yerde billi buluş için. Çünkü ahiretinin meselesi dünyanın meselesiyle bağlı. Dünyada kim kimle ölen billi mansa, ahirette şu ölen billi oludu. Xuddi sen cennetteki büyük dereceni talep kılıvatkan dek mezmun çıkıdı. Yani sıratallezine en'amte aleyhim cennetin bana büyük makam bəsildigen buludu. Çünkü peygamberler, sıddıklar cennetteki büyük makamga has kişiler olan. Çünkü biz yukarıda tılgan kişilerin hemmisinin cennette, nimetlik cennette âli makamı var. Gepmiş şu, yani Allah subhanahu wa ta'ala'dan seni əgür-bügür yok yolda manguzuşunu talep qıqallık. Seni ahiretteki büyük derecelerge tez vaqt yetkizdiğen yolda manguzuşunu talep qıqallık oldu. Mesela bu, bizni əgür-bügür yok yolda manguzlar dep bulup, in'am qilgan kişilerin yolda manguzlar deganlik bizning jannatda büyük âli makamlarda qıslar. Yani bizning büyük makamımızga bizni tez yetkizdiğen yolda manguzlar degan buludu. Yani biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki hadis-i kudusideki bu bendemge has bu dua, bendemge ait, bendem üzünün soğunga erişidu deganligimizni bilgan vaqtimizda biz nima tushunimiz mush o'rinda desa, mana xolos bu yerdagi ijobet sana oxiratdagi büyük hayotni beradi, seni Allah'ın ne'matidan huzurlandırdı deganni bilgen bo'lsa. Çünkü ayette bizga dua qil deb dua shaklida akab berdi. Hadis-i quddusida ijobet qildim men sening duoyingni, sening tiligingni berdim men dedi. Demek bu kapolatlik. Biz alaqama nimada garantilik deb qo'yamiz ya, bu dua garantilik dua.
Dua qil dedi, yana bir yerda ijobat qilib bo'ldim dedi yana. Va li abdi ma sa'al degan ijobat qilib bo'ldim degani. Yana biz duo qilsaqlab ijobat bo'lgandek. Bizning masalamiz hal oldi degan gap. Bizning savolimiz ijobat qilinib bo'ldi degan gap bu yerda. Bu bizning duoyimizning bu xil shakldagi ijobat bo'lishi. Ya'ni biz duo qilishdan ilgari ham Alloh bizga duoni o'rgatib va uni ijobat qilganligini oldin bizga uqtirib, bizga kapolat berishi, ya'ni kapolatlik bir duo. Bunda bo'lishi bu dunyoda yuz beradigandak insonning qudrati bilan bo'lmaydi, balki Alloh subhanahu va taoloninki qudrati bilan bo'ladi. Dunyoda bir odam favqulodda bizni yaxshi ko'rib qilib, bizga qiziq qilib, so'g'iningni da men birman desa, u odam o'zining imkoniyati bo'lgan narsani biridan, masalan biz falon narsa lazım, bugun narsa lazım desak, bu dunyoning ahvolida, dunyodagi son sanoqsiz ne'matlar bo'lgan yerda, dunyoning ne'matlari son sanoqsiz bo'lgan yerda, oxirat ne'matlari nima bo'lmoqchi? Alloh bizni bu duoni qil dedi. Deb bo'lib, bu duoni men ijobat qildim dedi. Yani biz bu dua kapolatlik duo oldu bizga nisbatan. Ay duo qilsaqlam ijobat qiladigan duo oldu. Yani oxiratning ne'matlari qanchalik bo'lib ketdi. Alloh subhanahu va taolo oxiratning ne'matlari haqida bizga lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid deydi. Xoliqning gapning keyinida nimalar bor? Bizga chekni berdigan gap, xoliganni yezib ol degan gap, xoliganni ista degan gap, xoliganni talab qil degan gap. Bundan ortiq ne'mat olamdi. Bundan ortiq ata olamdi bendiga biradigan texi valadayna mazid. İnsan xolab bulanmagan teximi ortiq ne'matlar bizda bor deyapti Alloh. Bundan ortiq garanti olmaydi bizga nisbatan. Yani sen talab qilgan narsalar emas. Sen talab qilgan narsalar emas. Sening oldingda shu senin es xiyalını keçip bilallam sen hemen derhal kursa. Lakin mehma talab deminen ni'am ve mehma temenneyt. Sen qanchalik ne'mat talab qil, qanchalik orzu qil, Allah'ın qaşida onundan mı artıq var yana. Şun başqa Allah sana xalqan narsani beradi, istagan narsani beradi, onunğa sen talab mı qilmagan ve bilmaydigan ne'matlarni texmi qo'shib ziyada beradi. Endi bu alaqa Kur'an hadislarda cennetning tasvirlari bo'ladi. Cennetda berilgan ne'matlarning tasvirlari bo'ladi, ismlari bo'ladi. Bir yerda hasal deb kelsa, bir yerda sutun bo'lgan ichimliklar deb keladi. Onda g'ilmallar sana xizmatini qiladi deydi. Bunda hur eylar sana beriladi deydi. Cennetning ne'matlarining sifati la aynun ra'at va la uznun sami'at. Köz körüp bakmagan, kulak anlap bakmagan. Yani mana qilgan vaqtda bizning tasavvurumizning halqagan şekildagi bir ne'matlar. Endi biz bilmaydigan, ko'zimiz körüp bakmagan, aqlimizning geçip bakmagan, quloqimiz anlap bakmagan, uning misli olmagan şekildagi ne'matni bizga qanday tasvirlaydi? Tasvirlay olmaydi bizga, xususan bizning idrokatimiz nuqtasini aytgan vaqtda, bizning bilishimiz nuqtasini aytgan vaqtda uni tushuntirib olmaydi bizga. Anda o'gandan biz biladigan dunyodagi shunga o'xshash narsalarning ismini ishlatib turib Qur'oni Karimda bizga tushuntiriladi bu ne'matlar. Masalan, olma shaklida, lekin u bu olma emas-da. U jannatdagi bizga berilgan hur aylarni dunyodagi hur ayol ismi bilan, o cennetdeki içimliklerini dünyadaki içimlik şu hasel süt degan namlar bilan ifodalanyapti. Çünkü biz biladigan namlar bilan ifodalansa biz bilmaymiz da oldu. Çünkü cennetning sifati bu. Yani bu yerdeki bu mesele teşbih, o'xshash meselesi. Yani Allah subhanahu va taolo bizga berilgan ne'matlarning shaklini zihnimizga yaqinlashtirish uchun. Ammo jannatda bizning ko'zimiz ko'rib boqmagan, quloqimiz anglab boqmagan, inson qalbiga kechib boqmagan nurg'un ne'matlar bor. Bularni bizga tasvirlash agar o'z holi bo'yicha mumkin emas hozircha bizning idrokatimiz nuqtasidan. Shunga biz biladigan narsalarning ismini qo'yib davatudi bizga buni emas tashbih. Ya'ni odatda bir hukmlar avval aqlda bo'lish kerak ifodalash uchun. Ondan keyin aqlda bo'lib bo'lgandan keyin buni ifodalaydigan bir so'z paydo bo'ladi. Masalan, kitob desa, men kitobni hayotimda ko'rgan bo'lishim kerak. Ondan keyin kitob degan so'zni ishlatsa, ko'z oldimga shu oq varaqli qora xatlik bir narsa ko'z oldimga keladi. Lekin biz bilmaydigan narsaga nisbatan bizning tilimizda ifodalaydigan gap bo'lmaydi. Masalan, biz televizor desak, televizor deganning ismini televizor kashf qilingandan keyin, muayyan uqumi bo'lgandan keyin an qo'yildi bo'lsa, agar 100 yil ilgari televizor desa, kim tushunadi uni? Hech kim tushunmaydi uni. Masalan, Ayrıflan degan ismni masalan kashf qilinishni hech kim o'qimaydi masalan.
Ama ayrıfılan keşif kılınıp asman uçkunu kökenliken bu nima dese ayrıfılan degen ha ayrıfılan degen aşta tümedi yasalgan içige adam kirip otursa asman uçulgan narsa degen uqumdan çıqagan buludu. Demek avval bir narsa tepilip andan şunu ifadelaydigan söz qana qılınıdı, onu belgilenidi. Şoňaşqa dünyadagi til mecmualary, til komitetlary meselem pat-pat yig'ilib bir yerga yangi keşif qilingan ve onun nima xizmat qildiganligini bilgan narsalarga ism tuzaydi, atalgı tuzaydi. Bu bir emödenge iniq mesele. Endi bu til qoidasi normalda inson tilida cennet ehli yaşaydigan nimetlerini ifade edilen elfaz yok. Çünkü onu insan kurab bakmadı. İnsanlığı yok o, dünyada yok o. Dünyada yok neslini ifade edilen gap mi bulmaydı? Çünkü onu köz kurab bakmadı, kulap anlap bakmadı, kalbimizge mi geçip bakmadı o. Şoňaşqa biz Kur'an-ı Kerim'de okuvatkan cennetinin tasviri hemmesi bizge fakat cennetteki nimetlerinin şeklini bizge yakınlaştırıp durdu. Maştarak nesi bakende? Ameliyatda aynısı o emez ki. Lekin o bizge cennetteki babuğa neslinin hakiki mahiyetini ifadalap beremeydi. Şoňaşqa Allah Kur'an-ı Kerim'de cennet hakkında sözlügen vaxtida mesela okuyla Meselul cennetilleti u'idal muttaqin Meselul cennetilleti u'idal muttaqun fiha enharun Östen var deyil. Bu östen biz yaşavatkan, biz köygen, biz biladigan östen emas ki. Min ma'in gayri asin. Bu su biz içivatkan su emas ki. Ve enharun min leben. Östen var deyil. Bu östen biz biladigan süt emas ki. Ve enharun min hamrin deyil. Bu içimlikini harak östen var deyil. Bu yerde biz dünyada kırıvatkan bu içimlikler emas ki. Ve enharun min asel. Haselden östen var deyil mesela. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُم diye ayette cennetin tasviri var. Cennetteki içimliklerin tasviri var. Lekin o içimlikler biz içivatkan içimlik emas ki. Onda nimde bu içimliklerge biz içivatkan içimliklerinin ismini koyuyordu? Bu fakat şu narsalarni bizge yıkıllaştırış. Bizning ömrümizde aşağı bir tuygu payda qilish üçün unda olmaganda o narsalarni biz ko'rib bakmagan ekan, jannatning ne'matlarini biz yashab bakmagan ekan, onu ifade edilen gap yok da bayatni deb o'tdik. O'zi yo'q narsaning ismi olmaydi, onu ifade qilib bo'lmaydi onu. Jannatdagi narsaning o'zini bizning navbatdagi hayotimizda yo'q. O narsani ifade qilolmaydi ki. Şoň onu o'xshi bilan yani mandaroq narsa degan shaklda ifodalayotir bizga. Yani bu jannatning haqiqati emas, o bir masal bas. Cennetin hakikatini bizim zihnimizge yakınlaştırıyordu. Çünkü insan tilida cennetteki neslerinin mahiyetini ifadalap beradigan alfazlar olmaydı. Yok. Çünkü cennetteki neslerinin karakterini insan hayatında ko'rib bakmadı. Allah subhanahu wa ta'ala'nın üzümündeki peki kelsek, gayril mağdubi aleyhim degan so'zga kelsak, biz en'amta aleyhimni tushundik. En'amta aleyhimni tushundik. En'amta aleyhim şu siddiqlar, shuhadalar, payg'ambarlar. Gayril mağdubi aleyhimlar kimlar desa, yani sen g'azab qilgan, sana asilik qilgan kishilarning için ulardan i'ona yardı hidoyatini to'sqan, ularni hidoyat qilmaydigan. Shunama to'g'ri yo'lni tunib bulib, xiloflik qilib, Alloh harom qilgan ishlarning hammani qilib, Allohning g'azabiga loyiq bo'lgan bu xil kishilarning yo'lda qilmaslar bizni degan bo'ladi. Bu yerdagi gayril mağdubi aleyhimning ma'nosi i'rob biz senin g'azabingga loyiq bo'lib qoladigan yo'lni bizga qulay qilmaslar. Yani bizga o yo'lni ko'rsating, bizni o yo'lda mangdumizlar. Xuddi ma adamni loyiq bo'lib qolgandek o yo'lga. Sening g'azabingga ma adamni uchirgandek bizni uchratmaslar degan bo'ladi. Yani bu insonlar, ma mahluqlar bular o'zgartgan, Allohning manhajida o'zgartish olib borgan bular. Yani hayat dünyadaki vaqtlik payda menfaat hukuklarını eliş için, kişilerin mallarını batıl yollar bilen yeviliş, hata yollar bilen yeviliş için Allah'ın menhecini özgertip şu arkalık Allah'ın g'azabiga yo'liqqan bular bizni mush yo'lga mangdub qo'ymishlar. Bizni bu yo'ldan chiqarsizlar degan bo'ladi bu yerda. Hamda mag'dubi alayhim degan so'zini Qur'oni Karimning boshqa yerda kelganlik, masalan sura Maidaning 60-oyatida Allah mushu so'zni ishlatgan. Qul hal أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل deb bu xil g'azab qilingan odamlarning bir sifatlarini bayon qiladi. Bularni cho'shqa, maymunga aylantirib Yani bu xil kishilar eng nachar kishilar bo'ladi hisobda. Mayat Bani İsrail haqida tushgan. Bu yani haqiqatni bilib
haqiqatni bilib zo'lab o'zining foyda manfaati uchun, o'zining nafsaniyati uchun burmilab uni o'zgartgan odamlar bular g'ayril mag'dubi alayhim bo'ladi. Endi oyatning oxiridagi valaddolingga kelsak, ozg'uchilarning degani bu yerda ozg'uchi, ozdirg'uchi deb ikki gap bo'ladi. Ozg'uchi, ozdirg'uchi ikki gap bo'ladi. Ozg'uchi degani yo'ldan ezib ketgan odam, Allohning yo'lidan boshqa yo'lda mangan odam bo'ladi. Ya'ni ezishda hidoyatdan to'lim yiroqlashib, Allohning dinidan yiroqlashib ketgan odam bo'ladi. Ya'ni bu odamni yo'ldan oz deymiz. Bir odam yo'lda mangib, o'zi yetmoqchi bo'lgan yerga qanday boradiganligini bilmay qolib qolgan odamni yo'l. Masalan, men yo'lga chiqdim, o'yga ketmoqchi. Men to'liqsiz yo'ldan ezib ketgan bo'lsam, men yo'ldan oz deydi. Bu yo'ldan ezib ketgan nima desa, men hozir shu qaysi yo'lda ketayotganligimni, qanday mansab o'yga boradiganligini bilmay qolgan holatim yo'ldan ozgan bo'ladi. Bu xildagi odamning bu shu. Ya'ni bu dunyoda tavr qapqiliqlik, shaytonning do'stliqlik, Allohning yo'ldan, to'g'ri yo'ldan chetna yiroqlashlik bu ozg'un. Endi mudil degan kim endi? Ma ozg'un, endi ozdirg'uchi. Bu kim o? Ozg'uchi, ozdirg'uchi ikki xil. Ozdirg'uchi kim o desa, o'zi Allohning manhijidan yiroqlashib, hayoti dunyoda hidoyatdan boshqa yo'lda mengish bilan kifoyalanmay, o'zi ozsa uni bilan bo'ldi qilmay, balki boshqalarni ozg'unlikqa epmingishga tirishadigan odamni, kishilarni kufrga, u yo'lga ergashmaslikka, Allohning yo'lidan yiroqlashishga qiziq turadigan odamni ozdirg'uchi deymiz. Avu ozg'uchi, o'zi xatolashgan odam, ma haqni bilib maqadigan odam ozdirg'uchi bo'ladi, ozdirg'uchi. Qiyomat kunisi har asi o'zining gunohini ko'tarib keladi. Har qana gunoh o'tkazgan odam yolg'iz o'zining gunohini bilan olib keladi. Illoki mush ozdirg'uchi o'zining gunohini olib keladi, o'zi ozdirganlarning gunohini birga olib keladi. Men ozdirg'uchidan yiroq. Qur'oni Karimda bu haqda liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzarillazina yudillunahum bighayri ilmin ala sa'a ma yadirun deb ilimsiz haqni azduğa adamning gunohini o'zining gunohi bilan birga akilib deydi qiyomat kuni. Ma adamning sifati bu. O'zining gunohi bilan bo'ldi qilmay, azduğa adamning gunohini ustiga oladi. Ya'ni biz sur Fatihani o'qiyotgan vaqtingizda siz Allohdan ozg'a odamlardan bo'lishni panoh tilaysiz. Valaddallin dedi, valal mudillin demadi. Dallin dedi, ya'ni ozg'uchilardan qilmadi dedi. Allah subhanahu va taolo bu yerda ozdirg'uchilarning gapini qilmadi sur Fatihada. Bizning qilgan duoyimizda siratal-ladina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin dedi, mudillin demadi. Biz deymizki, siz model bo'lish uchun, ozdirg'uchi bo'lish uchun old bilan o'zingiz ezishingiz kerak. Shu yerda ezishdan panoh tortish, amaliyotda ikkilisini o'z ichiga oladi. Siz modomiki ozg'uchi bo'lishdan panoh tiladingiz, menga ozdirg'uchi bo'la olmaysiz. Siz ozmisingizla ozdirmaysiz. O'zingiz ozmisingizla ozdirmaysiz. Shunga dalil yetarlik ikkilisiga. Ozdirg'uchilar qatoridan, ya'ni ozg'uchilar qatoridan, ezib ketganlar qatoridan qilmasa deganning o'zi, sen ozmisang ozdirolmaysan. Shunga bu yerda ozdirg'uchi degan gapni qilmadi Alloh. Shuning bilan sur Fatihaning tafsiri, sur Fatiha haqidagi tushunchalar, munosabatlik mazmunlar bir oxirlashdi. Oxirida bir mazmun qoldi. Sur Fatihaninki xatmisi haqida azroq so'zlash qilib qoldi. Biz bu payg'ambar alayhisolamning amin degan bir so'zimiz bor-ku, sur Fatihani oxirlashtiradigan xatma qilganmiz. Ammo bilimiz normal sur Fatiha o'qisak oxirida amin deymiz. Namozlarda alhamdulillahi robbil alamin o'zimiz o'qiylik yoki imom xizo qilgan shaklda bo'lsa hammasi amin deymiz. Bu amin haqida kelayli. Bu payg'ambar alayhisolatu vasallamni namuna tutgan yuzsidan bo'ladigan ahvol. Ya'ni payg'ambar alayhisolamga Jibril alayhisolam sur Fatihadan keyin amin deyishni o'rgatgan. Amaliyot amin Jibrilning Rasulullohga degan so'zi Qur'ondan so'z emas. Ya'ni amin Qur'on emas, faqat payg'ambar alayhisolamning bizga o'rgatgani. Endi amin degan so'zning ma'nosi istajib ya Rob fima da'awnaka bihi degan bo'ladi. Ya'ni biz sana duo qilayotgan shu duolarimizni ijobat qilsa, ey Alloh degan bo'ladi. Ya'ni ihtinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim, g'ayril maghdubi alayhim valaddallin bizga ijobat qilsa degan bo'ladi. Ya'ni bu yerda bizning qilayotgan duoyimiz biz ro'yobga chiqarishni, shuni amillashtirishni istaydigan bir narsa degan bo'ladi. Del amin, shu biz istayotganni amaliyotga aylantirish uchun qilingan bir duo. Endi amin degan so'z haqida ulamolar
ixtilof qiliqliq bu amaliyotda bu bir cho'ng munosabatim yo'q, ya'ni asli arabchimi emasmi deb. Bir savol chiqdi bu yerdan. Buni arabcha emas deganlarning fikriga borsak, bu arabcha emas degan taqdirda Qur'on arabcha bo'lsa, nimda Qur'onga arabcha so'z kirib qoladi? Desa biz deymizki, asli arabcha bo'lmagan, ya'ni asli arabcha bo'lmagan so'zning Qur'onga kelib qilishi qanaqdir Qur'oni Karimning arabcha ekanligini inkor qilmaydi. Buna deganlik, ya'ni Qur'on bilan arablar xitob qilinsa, Qur'onni arablarga o'qib berilsa, tushunadi normal. Hamda arab tiliga kirib qolgan so'zlar bo'ladi Qur'on tushishdan ilgari, lekin tillarda do'lishib, aylanib yurib, oxirida arabcha bo'lib, arablarning quloqlari uning kirib ketgan. Bu biz til masalasida cho'ng to'xtalsak bo'ldi, ammo har qanday bir til, ya'ni bir ikkinchi bir tildan ma'lum so'zlarning kirib qolishini xoli olmaydi. Dunyoda bunday ahvol olmaydi. Dunyoda sab til olmaydi. Har tildan ma'lum persentda, ya'ni bir tildan kirgan so'z bo'ladi. Uningla bilan bu so'z yeni bir tilga oid olmaydi. Madam ikkinchi bir tildan kirgan so'z mushu tilda umumlashib, xalq ommasi uni normal tushunadigan holatga yetib, ham qo'llansa, umumlashib ketib qolsa, mush tilning suzulab, davomlashib, bir ishga avlatdan kelib, o'sha tilning divorlariga xotirlanib ketaveradigan gap. Bunday ahvol normal ahvol. Masalan, bizning Uyg'ur tilimizda shu, turk tilida shu, dunyodagi har qanday tilda bo'ladigan ahvol. Arab tilida Qur'on tushishdan ilgari nurg'un sirtdan kirgan so'zlar bor. Farislardan kirgan so'zlar bor, rumlardan kirgan so'zlar. Bu so'zlar arablarda normal umumlashib, arablar normal tushunadigan so'zlaydigan bir narsaga aylanib ketib, keyin Qur'oni Karim tilg'angan bo'lsa, o'xshash arabcha deb muomala qilinaveradi. Buni g'ayri arabcha emas deb, g'ayri arab deb tushuntirib olmaymiz. Bu yerdagi arabiydan maqsad arab tilining o'zi emas. Maqsad nima bo'lsa, Qur'on arabcha tushdi deganlik, qanaqdir sop arab tili. Uni deganlik emas. Maqsad Qur'on arablarning tilida tarqalgan tildan tushdi deganlik bo'ladi. Madam shu so'z tilda tarqalib deyilib, masalan, quloqlar uni anglab tushunib qilgan bo'lsa, avlodlar uni boshqa sop arabchadan bo'lgan so'zlar bilan bu so'zni o'tirib ayirmay qabul qilganlar bo'lsa, bu yangi so'zmi o'xshash iste'mol bilan arab tiliga aylanib ketgan bo'ladi. Ya'ni Qur'on tushgan vaqtida shu so'z arablarning so'zlaridan keng tarqalgan so'z bo'ladi. Buni Qur'on ishlatgan bo'lsa, arabcha emas so'zni qanaqa qilgan bo'lmaydi, ishlatgan bo'lmaydi. Hammasi arab so'zga ishlatgan bo'ladi. Hamda til deganda bir til asli tilning xarakteriga qarab chiqsak, til degan shu bir alfozlar, eg'izdan chiqadigan so'zlar, bu ma'lum bir ma'nolarga qo'yilib shu bo'yicha ko'nilgan bo'ladi. Ya'ni so'z ishlatilinsa, ma'no tushuniladi. Ammo biz o'rganayotgan arab tili 3 xil narsadan chiqib ketmaydi. Ism, fil, harf deb ma'da abtur bir qur grammatika so'zladi. Meningcha o'quvchilarimizga nisbatan gaplar emas. Shuningcha biz mushayda to'xtashni to'g'ri topdik. Biz bu grammatika ahvollarni, masalan, grammatikalik mazmunlarni demasak ham bo'ladi. Muhimi amin sura Fatihaning oxirisidagi xatmisi hisoblanadi. Ya'ni amin deganning ma'nosi biz ihtinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim deb duo qildik. Mushuni bizga qanaqa qilibsizlar, ijobat qilibsizlar ey Alloh. Bizning shu tilikimiz o'zriga yetdi, o'zri ijobat qilibsizlar ey Alloh degan uqum bo'ladi, boshqa alohida uqum emas. Yana bu yerda siz masalan jamoatda namoz o'qiyotgan bo'lsangiz, imomning sura Fatiha o'qib, "Valaddallin" degan anglasangiz, siz amin deysiz. Chunki ma'mun jamoatning birisimi dal duo qilgan birisi hisoblanadi. Ya'ni imom qilgan duoning birisi hisoblanadi. Siz amin degan vaqtingizda duoda o'rtaq shirik qilgan bo'lasiz. Qanaqdir sura Fatihaning oxirisi sizning eg'izingizdan chiqqan, sizning eg'izingizdan chiqmay, imomning eg'izidan chiqqan bilan sizmi shuni bilan billa birga namoz o'qiyotgan bo'lsa, sizmi o'xshash degandek bo'lasiz. Shu har odam amin deydi. Shuningcha Musa alayhisolatu vasallam Allohdan Fir'avnning qavmining mollarining hammani halok qilishni tilagan vaqtida Alloh Musa alayhisalom dedi. Musa alayhisalom qilgan duoni. Qashta Harun alayhisalom billa ba amin deyishlik masalan. Alloh bunga javoban nima deydi? Qala qad ujibat da'watukuma. Ikkovning duosi ijobat qilindi deydi. Amaliyotda duoni Musa alayhisalom qilgan. Qashta Harun alayhisalom amin deganlik shular.
Şuna bir adam dua qilib, kaç bir adam amin degan bolsa, hammasi o'rtaq duo qilgan bo'ladi. Şuna biz özümüz oqsaqmı amin deymiz, anlasaqmı amin deymiz. Bu amin meselesi. Yani bu yerdagi xitob Musa alayhisalomdan Harunga qaratildi şu oyatda. Lekin amaliyotda Musa alayhisalom duo qilgan adam, Harun alayhisalom Musa alayhisalom duosiga amin deganlar mirva. Lekin duoda o'rtaq hisoblandi. Alloh shunday muomala qildi. Şunu bilan bizning Surah Fatiha haqida so'zlaydigan tafsirimiz oxirlashdi. İnşallah Allah muvaffaq qilsa, kelasi darslarimizda Surah Baqarani boshlaymiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.